10 avgustdan boshlab yangi qoidalar kuchga kiradi va bu masala faqat tadbirkorlar, haydovchilar yoki davlat idoralariga boradigan odamlar uchun emas, deyarli hammamiz uchun muhim. Chunki yangi tartiblar hujjat topshirish, to'lov qilish, jarima olish, ruxsatnoma olish, shartnoma tuzish, hatto oddiy maishiy xizmatlardan foydalanish jarayoniga ham ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan 1 avgustdan nimaga tayyor turish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar siz hujjatlaringiz joyida bo'lishini, ortiqcha jarima to'lamaslikni, davlat xizmatlarida navbatda sarson bo'lmaslikni, bank, soliq, kommunal yoki transport bilan bog'liq muammolarga duch kelmaslikni istasangiz, bu video siz uchun juda kerakli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy odam tushunadigan qilib izohlab boraman. Avval ko'p jarayonlarda odamlar keyin ham bo'ladi. Hujjatni keyin to'g'rilayman. Jarima chiqsa ko'ramiz, menga tegishli emasdir deb yurardi. Lekin yangi tartiblarning asosiy maqsadi shuki, endi ko'plab sohalarda ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Arizalar raqamli shaklda ko'riladi. Qarzdorliklar avtomatik aniqlanadi. Ruxsatnomalar va majburiyatlar bo'yicha nazorat kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, oldin og'zak kelishuv, kechikkan to'lov yoki to'liq bo'lmagan hujjat bilan vaqtincha yurish mumkin bo'lgan holatlar endi muammo chiqarishi mumkin. Masalan, oldin siz biror xizmat uchun ariza topshirganingizda xodim sizdan qo'shimcha hujjat so'rardi. Siz ertaga olib kelaman derdingiz, jarayon cho'zilardi. Endi ayrim holatlarda tizimning o'zi ma'lumotlarni bazadan oladi, lekin bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, arizangiz rad etilishi yoki ko'rib chiqish kechikishi mumkin. Ya'ni muammo hujjat sizda bor yo'qligida emas, davlat bazasida u qanday ko'rinayotganda bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, nazorat inson omiliga kamroq, raqamli izga ko'proq bog'lanmoqda. Masalan, to'lov qildingizmi? Shartnoma rasmiylashtirilganmi? Avtomobil sug'urtasi bormi? Soliq qarzdorligi mavjudmi? Kommunal to'lovlarda kechikish bormi? Bularning barchasi tizimlarda ko'rinadi. Natijada bilmagandim degan gap ko'p vaziyatda yordam bermaydi. Men bu yerda sizni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, kim oldindan tayyorlansa, u yangi qoidalardan zarar ko'rmaydi. Muammo ko'pincha qoidalarning o'zida emas, odamlarning ularga kech tayyorlanishida bo'ladi. Birinchi navbatda hujjatlar va davlat xizmatlari bo'yicha tartiblar jiddiyroq nazorat qilinadi. Agar siz pasport, ID karta, yashash joyi, kadastr, nikoh, tug'ilganlik, meros, notarial hujjatlar, tadbirkorlik ro'yxati yoki litsenziya bilan bog'liq ish qilmoqchi bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini oldindan tekshirishingiz kerak. Chunki bitta har xatosi eski manzil. Eski telefon raqami yoki mos kelmaydigan familiya keyinchalik butun jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Oddiy misol, odam uyini sotmoqchi. Kadastr hujjati bor, hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin tizimda uy maydoni eski ko'rsatkich bilan turibdi yoki egalar soni bo'yicha tafovut bor. Natijada oldi sotdi shartnomasi notariusda to'xtaydi. Xaridor tayyor, pul tayyor. Lekin bitta elektron ma'lumot to'g'rilanmagani uchun bitim bir necha kunga, ba'zan bir necha haftaga cho'ziladi. Shuning uchun 1 avgustdan keyin katta ish boshlashdan oldin hujjatni ko'tarib yurishning o'zi yetarli emas. Elektron ma'lumot ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi muhim yo'nalish bu to'lovlar va qarzdorliklar. Kommunal xizmatlar, soliq, jarima, kredit, aliment, ijro hujjatlari kabi majburiyatlar bo'yicha ma'lumotlar yanada tezroq almashadi. Masalan, sizda 1000 so'mlik eski jarima turib qolgan bo'lishi mumkin. Siz buni unutasiz. Keyin avtomobil bilan bog'liq amal qilmoqchi bo'lasiz, sayohatga chiqmoqchi bo'lasiz yoki ayrim xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lasiz. Shu kichkina qarzdorlik sizga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Bu yerda gap faqat katta qarzlar haqida ketmayapti. Ba'zida 20 ming, 30 ming, 70 ming so'mlik eski to'lov ham tizimda qarzdorlik mavjud degan belgi bo'lib turadi. Odam esa buni faqat muhim ishga borganda bilib qoladi. Shuning uchun men har doim aytaman, katta muammolarning ko'pi kichkina e'tiborsizlikdan boshlanadi. Uchinchi yo'nalish tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar uchun. Agar siz do'kon yuritsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, ustachilik, yetkazib berish, onlayn savdo, ijara, ta'lim kursi, go'zallik saloni, kafe yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullansangiz, shartnomalar chek berish, tushumni rasmiy ko'rsatish, xodimlarni rasmiylashtirish, ijara hujjatlari va soliq hisobotlariga alohida e'tibor bering. Chunki yangi tartiblar odatda eng avval rasmiy aylanmani tartibga solishga qaratiladi. Masalan,
Kichik salon egasi 2 nafar ustani og'zaki kelishuv bilan ishlatib yuribdi. Kunlik tushum bor, mijoz bor, lekin xodim rasmiy emas. Biror tekshiruv, shikoyat yoki elektron nazorat vaqtida bu holat aniqlansa, masala faqat soliq bilan tugamasligi mumkin. Mehnat munosabatlari, ijtimoiy to'lovlar, shartnoma, xavfsizlik talablari ham o'rtaga chiqadi. Natijada odam men kichkina ish qilayotgandim deydi. Lekin qonun uchun kichkina ish ham rasmiy tartib bilan yuritilishi kerak. 4-yo'nalish haydovchilar. Avtomobil egalarida doim 3 asosiy narsa tekshiriladi. Hujjat, sug'urta va jarima. Bundan tashqari texnik holat, tonirovka, ishonchnoma, yo'l harakat qoidalariga rioya qilish, to'xtash joylari, kamera qaydlari ham muhim. 1 avgustdan keyin biror yangi nazorat mexanizmi kuchaysa, haydovchining men bilmadim deyish foyda bermaydi. Ayniqsa avtomobil boshqa odam nomida bo'lsa, lekin siz haydab yursangiz, jarimalar, sug'urta va ishonchnoma masalasini aniq qilib qo'ying. Oddiy vaziyat, aka bitta mashinadan foydalanadi. Mashina akasining nomida ukasi haydaydi. Kamera jarima yozadi. SMS akaga boradi, uka bilmaydi. Jarima vaqtida to'lanmaydi. Ustiga qo'shimcha tartiblar qo'llanadi. Keyin mashina bilan biror amal qilmoqchi bo'lganda qarzdorlik chiqadi. Shuning uchun oilaviy foydalaniladigan avtomobillarda kim haydaydi? Jarimani kim tekshiradi? Sug'urta kimga rasmiylashtirilgan? Bularni aniq kelishib olish kerak. 5-yo'nalish bank kartallari, onlayn to'lovlar va firibgarlikdan himoyalanish. Qoidalar yangilanganda firibgarlar ham faollashadi. Ular odamlarning yangi tartib chiqibdi degan xavotirdan foydalanadi. Masalan, 1 avgustdan kartangiz bloklanadi. Ma'lumotingizni yangilamasangiz jarima bo'ladi. Davlat to'lov qaytariladi. Subsidiyani olish uchun kodni ayting degan yolg'on xabarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kod, karta muddati, PIN kod yoki bank ilovasidagi tasdiqlash kodini hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan bunday kodni so'ramaydi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, qarzdorliklaringizni vaqti bilan tekshirib tursangiz, rasmiy to'lovlarni ilova yoki bank orqali amalga oshirsangiz, shartnomalarsiz katta kelishuvlarga kirmasangiz, sizda xavotir ancha kam bo'ladi. Yangi qoidalar eng ko'p kimga muammo qiladi? Hujjatni keyinga qoldiradigan, eski qarzlarni tekshirmaydigan, rasmiylashtirmasdan ish yuritadigan, og'zaki kelishuvga ishonib katta pul beradigan, elektron xabarnomalarni o'qimaydigan odamlarga. Masalan, siz kommunal to'lovlarni har oy to'laysiz, cheklarni saqlaysiz, bank ilovasida tarix bor, uy hujjatlari to'g'ri, telefon raqamingiz barcha xizmatlarda yangilangan. Bunday holatda yangi qoidalar sizga asosan qulaylik ham berishi mumkin. Chunki kamroq qog'oz ko'tarasiz, ko'proq xizmat onlayn bo'ladi, ma'lumotlar bazadan olinadi. Lekin bitta sharti bor, bazadagi ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. Eng katta xato shuki, odamlar qoidani faqat sarlavhadan tushunadi. Masalan, yangi tartib hamma uchun majburiy deyilsa, aslida uning ichida istisnolar bo'lishi mumkin. Aksincha, faqat ayrim toifaga tegishli deyilsa, siz o'zingizni chetda deb o'ylaysiz, lekin amalda siz ham shu toifaga kirib qolishingiz mumkin. Shuning uchun har doim 3 ta savolni bering. Bu qoida kimga tegishli? Qachondan amal qiladi? Qanday holatda javobgarlik bo'ladi? Birinchi muolaja o'tish davri. Ba'zi qoidalar 1 avgustdan kuchga kiradi, lekin jarima yoki majburiy talab darhol emas, ma'lum muddatdan keyin qo'llanishi mumkin. Boshqa qoidalarda esa aksincha, sanadan boshlab talab darhol ishlaydi. Shuning uchun hali vaqt bor deb o'ylash xavfli. Rasmiy manbada sanani aniq ko'ring. Kuchga kiradi degani boshqa, majburiy qo'llanadi degani boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi nuanja eski hujjatlar. Ko'p hollarda eski hujjat avtomatik bekor bo'lmaydi, lekin yangi amal qilishda qo'shimcha tasdiq yoki yangilash talab qilinishi mumkin. Masalan, eski shartnomangiz bor, lekin unda pasport seriyasi eski. Manzil eski yoki taraflardan birining rekviziti o'zgargan. Nizoli vaziyatda shu eski ma'lumotlar muammo qiladi. Shuning uchun ayniqsa ijara, oldi sotda qarz xizmat ko'rsatish, hamkorlik shartnomalarini ko'zdan kechiring. Uchinchi nuanja SMS kelmagan bo'lsa ham majburiyat yo'qolmaydi. Ko'pchilik menga xabar kelmadi deydi. Lekin ayrim holatlarda qonun bo'yicha xabarnoma shaxsiy kabinetga yuborilgan, pochta orqali jo'natilgan yoki tizimda e'lon qilingan bo'lsa, u yetkazilgan deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun faqat SMS ga ishonmang. Davlat xizmatlari portal, soliq ilovasi, bank ilovasi, kommunal shaxsiy kabinetlarni o'zingiz tekshirib turing. 4-nuanja boshqa odam nomidagi mulk va qarzdorlik. Uy otangiz nomida, mashina turmush o'rtog'ingiz nomida, do'kon ijara shartnomasi boshqa odam nomida.
Telefon raqami esa sizniki. Bunday aralash holatlar yangi tartiblarda ko'p noaniqlik chiqaradi. Kim egasi, kim foydalanuvchi, kim to'lovchi, kim javobgar? Shu savollarga hujjat orqali javob bo'lmasa, kelajakda tushuntirish berishga to'g'ri keladi. 5. Firibgarlar aynan o'zgarish davrida ko'payadi. Yangi qoida chiqishi bilan odamlar internetdan javob qidiradi. Shu paytda soxta avolalar, soxta botlar, soxta operatorlar paydo bo'ladi. Ular davlat logotipiga o'xshash rasm qo'yadi. Tezda ma'lumotni tasdiqlang dedi. Keyin katta ma'lumotni olib qo'yadi. Men sizga aniq maslahat beraman. Faqat rasmiy saytlar, rasmiy ilovalar va ishonchli davlat xizmatlari markazlari orqali ish qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy ro'yxat qilib emas, hayotda qanday bajarilishini tushuntirib beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati tugamaganmi? Familiya va ism yozilishi barcha hujjatlarda bir xilmi? Yashash manzilingiz dolzarmi? Telefon raqamingiz siz ishlatadigan raqammi? Agar pasportda bitta yozilish, bankda boshqa yozilish, soliq bazasida yana boshqa yozilish bo'lsa, keyinchalik tizim sizni bitta shaxs sifatida to'liq aniqlamasligi mumkin. Ayniqsa nikohdan keyin familiyasi o'zgarganlar, chetdan qaytganlar, eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, yashash joyini o'zgartirganlar buni tekshirish kerak. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq qarzi, yo'l harakati jarimalari, kommunal to'lovlar, sud yoki ijro hujjatlari, bank kreditlari bo'yicha kechikishlar bor yo'qligini ko'ring. Agar qarzdorlik bo'lsa, darhol to'lashdan oldin summa nimadan kelib chiqqanini tushuning. Ba'zida qarz haqiqatda bo'ladi. Ba'zida esa eski to'lov noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. To'lov qilgan bo'lsangiz, chekni toping, bank tarixidan ko'chirma oling, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. 3-qadam, katta bitimlarni qog'ozsiz yoki guvohsiz qilmang. Kimdandir qarz olayotgan bo'lsangiz, qarz berayotgan bo'lsangiz, avtomobil sotayotgan bo'lsangiz, uy ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ustaga katta pul oldindan berayotgan bo'lsangiz, shartnoma yoki hech bo'lmaganda yozma kelishuv qiling. Unda taraflarning ism familiyasi, pasport ma'lumotlari, summa, sana, majburiyat, muddat, to'lov usuli va javobgarlik ko'rsatilgan bo'lsin. O'zimizniki ishonamiz degan gap nizoli vaziyatda sizni himoya qilmaydi. 4-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, hisob kitobni tartibga keltiring. Kassangiz ishlayaptimi? Chek berilyaptimi? Ijara shartnomangiz bormi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Faoliyat turi to'g'ri ko'rsatilganmi? Soliq hisobotlari topshirilganmi? Agar siz o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, faoliyatingiz ro'yxatda bor yo'qligini tekshiring. Masalan, siz xizmat ko'rsatyapsiz, lekin mijoz sizdan rasmiy chek yoki shartnoma so'rasa, tayyor bo'lishingiz kerak. 5-qadam, avtomobil bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Sug'urta muddati, texnik holat, jarimalar, ishonchnoma, avtomobil egasi va foydalanuvchi masalasini aniqlang. Agar mashinani boshqa odam haydasa, jarima kimga kelishini oldindan tushuntiring. Oilada bir nechta haydovchi bo'lsa, oyda kamida bir marta jarimalarni tekshirishni odat qiling. Bu 5 daqiqalik ish, lekin keyinchalik katta noqulaylikning oldini oladi. 6-qadam, rasmiy manbani tanamlang. Telegramdagi har bir xabarga ishonmang. 1 avgustdan hamma jarimaga tortiladi. Hamma hujjat almashtiriladi. Barcha kartalar bloklanadi. Kabi vahimali sarlavhalar ko'pincha odam yig'ish uchun yoziladi. Siz qarorni ko'rsangiz, uning raqami, sanasi, qaysi organ tomonidan qabul qilingani, kimga tegishli ekani va amal qilish tartibini tekshiring. Agar tushunmasangiz, davlat xizmatlari markaziga, bankka, soliq maslahatchisiga yoki yuristga murojaat qiling. 7-qadam, barcha muhim cheklar va arizalarni saqlang. Elektron chek bo'lsa, skrinshot qilib qo'ying. PDF ko'rinishida yuklab oling. Bank ilovasidagi tarixni o'chirib tashlamang. Ariza topshirsangiz, ariza raqamini yozib oling. Telefon orqali gaplashsangiz, operator ismiga, murojaat raqamiga e'tibor bering. Chunki nizoli vaziyatda men to'lagandim degan gapdan ko'ra, mana chek, mana sana, mana ariza raqami degan dalil kuchliroq. 8-qadam, keksalar va yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa ota-onalarimiz, buvijon bobojonlarimiz telefon firibgarligiga tezroq ishonib qolishi mumkin. Ularga oddiy qilib tushuntiring. Hech kimga kod aytilmaydi. Hech qanday havolaga karta ma'lumoti kiritilmaydi. Davlatdan pul degan xabar kelgan bo'lsa, avval farzandlariga yoki ishonchli odamga ko'rsatishadi. Yangi qoida davrida ogohlik faqat o'zingiz uchun emas, oilangiz uchun ham kerak. 9-qadam, muddatlarni yozib boring. Agar biror hujjatni yangilash, to'lov qilish
shikoyat yozish yoki ariza berish kerak bo'lsa, oxirgi kunni kutmang. Oxirgi kunda tizim ishlamasligi, navbat ko'payishi, bank to'lovi kechikishi yoki sizga qo'shimcha hujjat kerak bo'lib qolishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam barcha narsani to'g'ri qiladi, lekin oxirgi kunga qoldirgani uchun yutqazadi. Agar sizda ma'lumot noto'g'ri chiqsa, masalan qarzdorlik noto'g'ri ko'rinsa, hujjatda xato bo'lsa yoki arizangiz sababsiz rad etilgandek tuyulsa, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang, yozma murojaat qiling. Murojaatda ism familiyangizni, pasport yoki ID ma'lumotingizni, telefon raqamingizni, muammo mazmunini, qaysi sanada qanday holat bo'lganini aniq yozing. Meni muammomni hal qilib bering deb umumiy yozish yetarli emas. Falon sanada falon to'lovni amalga oshirdim, lekin tizimda qarzdorlik ko'rinmoqda. To'lov cheki ilova qilindi. Ma'lumotni tekshirib, ba'zani to'g'rilab berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Agar hujjatdagi ism yoki manzil xato bo'lsa, hujjatda ko'rsatilgan ma'lumot bilan elektron bazadagi ma'lumot mos kelmayapti. Shu sababli xizmatdan foydalanishda muammo yuzaga kelmoqda deb aniq yozing. Ilova sifatida pasport nusxasi, kadastr shartnoma, chek, avvalgi javob xati yoki boshqa dalillarni qo'shing. Har bir murojaatning raqamini saqlang. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari bilan bog'liq masalada Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilinadi. Soliq masalasida soliq organining rasmiy ilovasi yoki hududiy bo'limi orqali tekshiriladi. Bank masalasida faqat bankning rasmiy kol markazi, rasmiy ilovasi yoki filialiga murojaat qiling. Kommunal xizmatlarda esa shaxsiy hisob raqami bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling. Muhimi, murojaat rasmiy iz qoldirsin. 1 avgustdan kuchga kiradigan yangi qoidalarga tayyorgarlikning eng to'g'ri yo'li vahima qilish emas, tartibga kelishdir. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklarni ko'ring, shartnomalarni rasmiy qiling. To'lov cheklarini saqlang. Avtomobil va tadbirkorlik masalalarini nazorat qiling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Eng muhimi, har qanday yangilikni rasmiy manbadan tekshiring va eshitdim degan gap bilan qaror qabul qilmang. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Yangi qoidalar odatda tartibli odamga yengillik beradi. Tartibsiz hujjat va kechiktirilgan majburiyatlar esa muammo chiqaradi. Shuning uchun bugun o'zingizga yarim soat vaqt ajrating. Eng muhim ma'lumotlaringizni tekshirib chiqing. Shu yarim soat keyinchalik sizni jarima, navbat, asabiylik va ortiqcha xarajatlardan saqlab qolishi mumkin. Sizningcha 1 avgustdan kuchga kirayotgan yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik yaratadimi yoki ortiqcha tashvishmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.